Yo'lning yuzida birinchi mikrorayonda joylashgan qirq xonadonli yangi qurilgan binoyimizdan attiga 8 ta kvartiramiz qolgan. Har bir kvartira korobka holatida topshiriladi. 2 xonali va 3 xonali kvartiralarimiz mavjud. 2 xonali kvartiramizning umumiy maydoni 72 kvadrat metrni tashkil qiladi. 3 xonali kvartiramiz esa 90 kvadrat metrni tashkil qiladi. Sotilayotgan korobka holatdagi kvartiramizni bu bitgan holati. Har bir kvartiramizni kvadrat metri uchun 6 million so'mdan sotilgan bo'lsa, hozirda 5,5 million so'mdan sotilyapti. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy beradi. Kvartiramizda barcha qulayliklar mavjud. Gaz, suv, elektr energiyasi va kanalizatsiya tizimida hech qanday muammo yo'q. Xonadonlarimiz ipoteka va naqd pul asosida sotuvi amalga oshiriladi. Agarda oylik ish haqingiz bo'lsa, boshlang'ich 15% to'lovni amalga oshirib, xonadonlarimizga egalik qilishingiz mumkin. Ish haqingiz bo'lmasa, bu muammo emas. 40% boshlang'ich to'lov bilan bir dona pasport evaziga xonadonlarimizga egalik qiling. Savollaringiz bormi? Pastda yozib qolgan nomerlarga bog'laning. Mazmunni eslatib o'taman. Birinchi mikrorayon Sabr Sport Arena tepasida. Sizni yangi uylarda kutib qolamiz.